Tanishing, bu bizni mahallamizdan Eshmat va Toshmat. Eshmat akaning uyida chiroqlar va texnika jihozlaridan kerakli paytda foydalaniladi. Toshmat akaning uyida esa chiroqlarni o'chirish hech kimning esiga kelmaydi. Uyda televizor uxlab qolgan odamlar shu ishlaydi. Televizor o'zini o'zi tomosha qiladi. Toshmat aka yana erta kech hatto hovlida ham ventilyatorni yoqib qo'yadi. Nimamush, butun uydan tog'ni havosi kelib turar ekan. Eshmat aka qish uchun alohida tayyorgarlik ko'rib, eshik va romlarni maxsus buyumlar bilan o'rab chiqadi. Toshmat aka esa sovuq havoda ko'mirdan foydalanmasdan qo'lbola elektr isitgichlarni ishga soladi. Xonalardan issiqlik chiqib ketavergani hisobiga isitgichlar tinmasdan ishlab turaveradi. Va kunlarning birida qo'shni to'xtang. Siz kerak edingizda o'zi ham. Hormasizlar Toshmat aka. Nima buncha hovliqasiz? Nimadan buncha qo'rqib ketdingiz? Ko'rmaysizmi? Elektrni bir oyda 200 kilovat yoqish kerak deyishgani. Lekin qara aytingchi, 200 kilovat nimaga yetdi? Hech qayerga oshiqcha ishlatmaganimizda 450 kilovat yoqib qo'yibmiz. Endi balon so'm to'lashim kerak. Sizda qanaqa ahvol ekan deb shoshib chiqarayotgan edim. Shunday qo'shni. Abu 450 kilovatni qayerga ishlatdingiz? Nima bo'lo? Ertalabdan kechgacha mahallaga elektr tarqatdingizmi deyman. Ya, ishonmaysizmi? Qishda bundan ham ko'p ketadi. Siz qancha ishlatdingiz? Biz hamma ehtiyojlarimiz uchun bir oyda o'rtacha 170 kilovat ishlatamiz. Balki hisoblagichingiz noto'g'ri ishlayotgandir. Lekin eshitishimcha, davlat ehtiyojmand oilalarga pul to'lab berayotgan ekan. Faqat mahalladan ro'yxatdan o'tib qo'ysangiz bo'ldi. Masala tamom. Ha, shunaqa deng. Mana u boshqa gap. Davlat to'lab beradigan bo'lsa, bemalol ishlataverar ekanmiz-da. Men qo'rqib o'tiribman. Assalomu alaykum. Uzr, bexosdan suhbatinglarni eshitib qoldim. Birozgina noto'g'ri tushungan ko'rinasizlar. Ya, qanaqasiga? Siz kim bo'lasiz o'zi? Men mahalladagi ijtimoiy xodimman. Agar siz 450 kilovat soat ishlatgan bo'lsangiz, 200 kilovat soat uchun bazaviy narxda, qolgan 250 kilovat soatini esa qimmatlashgan narxda to'laysiz. Davlat esa sizga 150 kilovat soatini bazaviy me'yor doirasidagi hamda bazaviy me'yordan oshgan narxlar o'rtasidagi farqni kompensatsiya qilib beradi. Siz oila byudjetini barakasini ushlayman desangiz, eng avvalo energiya tejamkorligiga e'tibor berishingiz kerak. Mana kunduzi bo'lsa ham qarang, xonalarda ham, yo'laklarda ham chiroqlaringiz yoniq. Yana hamma texnika yoniq qolgan. Voy kallam qursin, qaramanman. Britaniya ham ertalab choydan keyin o'chirish esdan chiqibdi. Ha, aytgancha bilasizlarmi? Bundan tashqari, davlat tomonidan aholini ehtiyojmand qatlamlariga qo'shimcha sifatida 1 million so'mdan moddiy yordam ham berildi. Bizga ham kompensatsiya bormi? Bizga ham to'lab berasizlarmi? Assalomu alaykum. Qaror bo'yicha faqat ehtiyojmand oilalarga kompensatsiya pul to'lovlari to'lab beriladi. Ha, tushunarli. O'zim so'radim-da. Men yaxshilab tushundim. Hozir chiroqlarni o'chirib olay. Televizorim yoqib qolgandi-ya. Keyin esa ijtimoiy xodimga murojaat qilaman. Mayli, rahmat sizlarga. Obbo Toshmat va Qurmag'ur. Ana endi ham tejamasangiz uyat bo'lsa kerak.